Assalomu alaykum matematika prime kanali a'zolari. Men kanalimga tashlagan 15-kodli testni tahlil qilib beraman. Birinchi misoldan boshlaymiz. Bizda birinchi misolda aytayapti. Mana bu ifodani hisoblashimiz kerak ekan. Bizda mana bu birinchi ifodamiz hech qanday soddalashmaydi ham, qo'shib ham, ayrib ham hech nima qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun bu narsani xuddi o'zicha yozib olamiz. Plus ildizda 3. Endi bizda mana bu ildizimiz tagidagi son nimadir kvadrati bo'lishi mumkin. Nimadir kvadrati. Endi mana bu narsamizni ishorasi bilan birgalikda minus 2 ildizda 21imizda yozib olamiz. Minus 2 ildizda 21 teng deymiz. Mana bu ishorasi minusmi? Biz ham minusligi bilan yozamiz. Minus 2ab. Mana buni ishorasi plus bo'lganda, buni ham plus qilib yozardik. Hozir minus, o'shaning uchun minus. Lekin har doim 2ab. Bag'da 6 keladimi, 10 keladimi, farqi yo'q. Bag'da 2ab har doim yozamiz. Shunda biz bu tenglikda ikkala tarafini bo'lamiz minus 2 ga. Shunda mana bular qisqarib ketadi. Ildizda 21 tenglik AB ga. Endi biz mana bu narsadan foydalanishimiz kerak. Bu narsamiz a kvadrat plus b kvadratga tenglik 10. Biz mana bu narsamizni a plus b ni topdik. A kvadrat plus b kvadratni topdik. Endi o'ylab yechamiz. Buni yechish ham oson. Shuni son tanlash kerak. Ko'paytmasi, mana ildizni hozircha yo'q deb tasavvur qilaylik. Ko'paytmasi 3, ko'paytmasi 21, qo'shilmasi 10. Shundan so'ng o'zi 21 da bo'luvchilari 21 da qanday hosil qilsa bo'ladi? 1 kara 21, 21 kara 1, 3 kara 7, 7 kara 3. Shuni qilib topsak bo'ladi. Biz hozir mana bu o'rniga ildizda 7 bilan 3 qo'ysak, 7 kara 3 21 deb beradi. Men a ni o'rniga ildizda 3 qo'yibman, b ni o'rniga ildizda 7 ni qo'yibman. Ko'paytirsak, ildizda 21 deb beradi. Mana bu ildizda 3 ning kvadrati 3 ni beradi. Qo'shilgan ildizda 7 ning kvadrati tenglik 7 ga teng bo'ladi. Shunda 3 plus 7 tenglik 10. Biz topdik, a bilan b ni topdik. A imiz ildizda 7 ga, b imiz ildizda 3 ga teng ekan. Endi biz qanday bundan foydalanamiz? Mana bu yerda mana bu yerda minusli ifoda kelyaptimi? Har doim e'tibor bering. Birinchi yozayotgan sonimiz katta bo'lishi shart. Katta bo'lmasa, mana bu narsamizni qiymati manfiy bo'lib qoladi. Manfiy bo'lib qolsa, ildiz tagida manfiy son bo'la olmaydi. Shunda bo'shlik bilan bo'lib qoladi. O'shaning uchun bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun eng katta sonni yozib qo'yamiz. Eng katta son mana bularning ichida ildizda 7 hisoblanadi. O'shaning uchun ildizda 7 ni yozib olamiz. Ildizda 7. Mana bu yerda minus kelgani uchun mana bu ildizda 3imizda minus bilan yozib olamiz. Ba'da agar plus kelganda plus ildizda 3 yozib olardik. Plus ildizda 3. Tushunarliroq bo'lib yozay. Mana buni o'chirib tashay. Mana buni o'chirib tashay. Mana bu narsa ildizning ichida buning kvadrati.
Mana ildiz ichidagi mana bu ifodamizni ildizi yo'q hozir. Ildizi yo'q. Mana bu ifodani mana bu narsaga keltirdik. Ildizi 7 plus ildizda 3 ning qaus kvadrati shaklida yozdik. Endi mahrajini o'zini yozib olamiz. Mahrajini o'zi 5. Shunda mana bular bu qisqaradi. Mana bu yoqqa yana plus o'zib ketibdi. Minus. Mana kvadrat bilan bu ildizimiz qisqaradi. Mana bu ifodamiz ichi musbat bo'lgani uchun joyini almashtirishimiz kerak emas. Agar manfiy bo'lib qolganda, mana bu yerda ildizda 7 kelib qolganda, bu yerda 3 kelib qolganida, mana bu 3 ni baqa yozardik, bu yerda 7 ni yozib joyini almashtirib qo'yardik. Chunki musbat bo'lish uchun. Shunda qisqarsa tenglik ildizda 7 plus ildizda 3 ko'paytirilgan ildizda 7 minus ildizda 3 taqsim ildizda 5. Endi mana bu ifodamizni yana yozib oldim. Mana bilan qisqartirib, mana bu ifodamizni yana yozib oldim. Endi bizda bitta formula bor edi. A kvadrat minus B kvadrat. Buni yo'yib chiqsak, A plus B A minus B. Mana bu ifodamizni mana shunday qilib ko'paytiruvchilarga ajratsa bo'lardi. Shunda bizda mana bu narsamiz, mana bu katta ifodamiz xuddi mana shunga o'xshayapti. A ni o'rnida ildizi 7, B ni o'rnida ildizi 3 kelyapti. Bir marta plus, bir marta minus kelyapti. Shunda nima qilar ekanmiz? Bo'lsa ba'da birinchisini A deb belgilagan bo'lsak, mana A ni o'rniga ildizi 7 kelyapti dedikmi? A ning kvadrati ekan. Ildizi 7 ning kvadrati, ildizi 7 ning qaus kvadrati bu yerda minus kelyapti. O'shaning uchun minusni yana yozamiz. Minus B ni o'rnida ildizi 3 kelyapti dedik. Ildizi 3 ni, ildizi 3 ni qaus kvadrat taqsim ildizi 5. Buni hisoblaydigan bo'lsak, mana kvadrat bilan mana bular qisqarib ketadi. Ildiz qisqaradi. Mana bunda ham, mana bunda ham, bunda ham ildiz qisqaradi. Shunda 7 minus 3 taqsim ildizda 5. Shunda 4 taqsim ildizda 5 bizga hosil bo'ladi. Hozir bu javob nimaga chiqmadi? Bunda mana bu narsani javoblarda mana mahrajda irratsionallikdan qutqarilgan javob bor ekan. Shunda biz mana bu ifodamizni nechiga ko'paytirsak 5 hosil bo'ladi. Yana shuni ko'paytirsak ildizda 5 ga, mana bu narsamiz qiymati 5 bo'ladi. Lekin biz mana ildizda 5 ni o'zimizdan ko'paytirayotganimiz uchun, mahrajga ko'paytirayotganimiz uchun suratga ham ko'paytirishimiz kerak. Chunki surat bilan surat qisqaradi. Yana hech nima o'zgarmaydi. Shuning uchun suratga ham, mahrajga ham ildizda 5 ni ko'paytiramiz. 4 ildizda 5 ning kvadrati. Ko'paytirdim. Ildizda 5 ni ikkalasiga ham mana buni kvadrati bo'ldi. Mana bu kvadratlar qisqarib ketadi. 4 ildizda 5 taqsim ildizda 5. Mana A javob ekan.
bizda bu ifoda men bu ifodani qanday yechgan bo'ladim? Bu ifodani men mana shu ifodamiz, katta ifodamizni qaniydir a soniga tenglashtira olaman. Mana shu ifodamizning qiymatini a deb olaman. A deb olganimizdan keyin tenglikni ikkala tarafini kvadratga ko'taraman. Kvadrat formulasi mana yozib qo'y. Kvadrat formulasi a plus b ning bilmaganlar uchun yozibman, negativ kerak emas. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Mana bizda a ning o'rniga mana bu, b ning o'rniga bu kelyapti. Birinchisining kvadrati bo'lgani uchun ildizlar qisqa harfda ildiz yozishimiz shart emas. 4 minus 15 ikkalasini ko'paytirib ikkilangani ko'paytirib 4 minus ildizda 15 ildizda 15 4 plus ildizda 15 qilsin. Mana bu narsani xato yozib qo'yibman. Baqa qo'yib mana tiqib qo'yaman. Keyingisida ning kvadrati bo'lgani uchun kvadrat bilan mana bu ildiz qisqarib ketadi. Oddiy o'zini yozib olamiz. Plus 4 minus plus ekan. Plus ildizda 15 tenglik a kvadrat. Endi bizda qisqaradigan mana bu narsamiz bilan mana bu narsamiz qisqarib ketar ekan. Qisqarib ketsa 4 ga 4 qo'shsam 8 plus 2. Mana bu ildiz ichidagi ifodamiz, mana boya yozdim. Mana formula bo'yicha yana mana shu formuladan foydalanib mana bu shaklga keltira olamiz. Shunda ildizda 16 minus 15 qoladi. Tenglik a kvadrat. Endi biz 16 dan 15 ayirgan paytimiz 1 bo'lib qoladi. 1 bo'lsa ildizdan 1 bo'ladi. 8 plus 2 ko'paytirilgan ildizda 1. Ildizda 1 dan 1 chiqadi. Buni hamma bilsa kerak. 1 chiqadi. 1 da har qanday son ko'paytirsak hech nima o'zgarmaydi. 8 ga 2 ni qo'shsak 10 tenglik a kvadrat. Endi bizda mana bu ifodani qiymatini a deb belgilagandik. Bizga a kerak. Chunki bu ifodani hisoblang deyapti. Bizga a kvadrat kerak emas. O'shaning uchun 10 ni tenglikni ikkala tarafini ildizdan chiqaramiz. Ildizda 10 tenglik a. Mana o'yinimizni ildizga yozib oldim. A kvadrat ildizdan a chiqadi. Mana bu davom, mana bu. Shunda mana bu soddalashmaydi. Bizda shu javob bo'lib qoladi. Mana C javob. Belgilab qo'yay. Chiroyli ko'rinadi. Mana yana xuddi shu ifoda, mana shu tenglanmaydi. Mana shu misolimizda xuddi shunisi, prosta sonlari o'zgargan. Yana xuddi shu usul a deb belgilaymiz. Tenglikda ikkala tarafini kvadratga ko'taramiz. Shunda
Yana o'sha ildizsiz yoza olamiz birinchisini, chunki kvadrati plus ildizda 13 plus 2 ildizda 49 minus 13. Birdaniga yozib ketyapman. Mana bu bilan bu ko'paytirilganini ikkilangan mana. Ildiz oxirigacha ketadi. Hozir oxirigacha yozaman. Mana bu narsamizni kvadrati, ana tepadagi formula bo'yicha buni kvadrati 49, 13 ning kvadrati. Birdan yozib ketay. Tushunmaydiganlar bo'lishi mumkin. Maqsadimiz tushuntirish, kimgadir foydali bo'lishi bu videomizni. 13 7 minus 13. Keyin mana b deb aytgan ifodamizni kvadrati, shuning uchun ildizni yozmasak ham hech nima qilmaydi. Chunki kvadrat bilan kvadrat qisqarib ketadi, ildiz yozilmaydi. 7 minus ildizda 13 tenglik a kvadrat. Shunda bizda yana mana bular qisqarib ketadi. 7 ga 7 ni qo'shsak 14 plus 2 ildizda yana aytaman, mana tepada yozgan formulam bo'yicha mana bu narsani yana hisoblaymiz. A deb aytayotgan ifodamizning kvadrati, a bizda 7 ga teng, 7 ning kvadrati 49. Har doim bu yerda minus o'rtada minus bo'ladi. Shu formulada keyingisi b deb aytayotgan ifodamizning kvadrati ildizda 13. Ildizda 13 ning kvadrati bo'lsa, kvadrat bilan ildiz qisqarib ketadi. Bizda 13 qoladi. Tenglik a kvadrat. Endi 14 plus 2 ildizda 49 dan 13 ni aytdalasak 36 qolib ketadi. 36 tenglik a kvadrat. Ildiz osti 36mizdan 6 chiqadi. 14 plus 2 ko'paytirilgan 6 tenglik a. Uzr, haqiqiy qoldik. Ildizda 36mizdan 6 chiqadi. 14 plus 2 kare 6 12 tenglik a kvadrat. Mana bu ifodamiz 26 tenglik a kvadrat bo'ladi. Shunda bu yerdan yozib ketaman. Endi ikkala tarafni ildizdan chiqaraman. Ildizga yozaman. Ikkala tarafni ham ildizga yozaman. Shunda bizda ildizda 26 tenglik a bo'ladi. Ildizda a kvadratdan a chiqadi. Shunda mana bu ifodamiz ildizda 4 yo'g'i bo'la shu ekan. Bu boshqa narsa bilmayman men. Mayda xato chiqdi. Qayerda xatolikka yo'l qo'ydim? Bizda buni kvadrati, mana bu 14 bo'ladi. Bu to'g'ri yozilgan. Ko'paytirgan 49. Mana narsamiz 36 bo'ladi. To'g'ri bu ham. 12 da to'g'rimi? 12 ga 14 qo'shilsa 26. 26 ni ildizdan chiqarsak shu narsa-ku. Hozir
men xatolikni aniqladim. Xato misollar o'zida ketgan ekan. Mana buni o'rnida minus ekan. Hammadan ming bor uzr. Bu narsa yo'q. Xato ketgan, hammadan ayb o'zimni o'tdi. Bu narsa minus minus bo'lsa, mana 2 ni oldidagi ifodamiz ham minus bo'ladi. Mana bu ham minus bo'ladi. Bu ham minus bo'ladi. Bu ham minus bo'ladi. Shu oxiriga 14imizdan 12 ni aytsak 2 qoladi. Ikkalasidan ildiz yozsak 2 qoladi. Mana bu bizdagi yechim. Mana D javob ekan. Endi bizda A son berilgan, B son berilgan. A ning minus birinchisi plus B ning minus birinchisini toping deyapti. Biz birinchi o'ringa mana bu ifodani keling soddalashtirib olaylik. A ning minus birinchisi plus B ning minus birinchisi. Darajada minus nima degani? Bu bir taqsimli bo'ladi. Demak, mana bu joyida teskari bo'ladi degani. Bir taqsim A plus bir taqsim B. Shunda biz bu ifodamizga o'maxraj beramiz. Bunga B, bunga A. Shunda bizda A B yozaymi? B plus A taqsim A B qoladi. Endi bizga aytilgan A son berilgan, B son berilgan. Endi o'rniga borib qo'yamiz. Ildizda 3 minus 2 ildiz 2. 2 ildizda 2 plus 3 plus 2 ildizda 2 taqsim. Endi shuni asal ko'paytmas. Katta ildiz yozamiz. 3 minus 2 ildizda 2 ning 2 ko'paytirilgan 3 plus 2 ildizda 2. Katta ildizga yozganimiz sababi ikkalasi ham ildiz. Ko'paytirganimda ildizlar bitta, shu ildizlarni bitta qilib yozsam bo'ladi. O'shaning uchun hamma shu ko'paytma uchun bitta ildiz yozib oldim. Endi bizda hosil bo'lyapti. Tepadagi ifodani yana xuddi o'zicha yoza olamiz. Minus 2 ildizda 2 bu ko'p. Balandam ketibdi. Mana buyoqdan qilsak 3 minus 2 ildizda 2 ildiz 2 qo'shilgan 3 plus 2 ildizda 2. Endi bu narsani ko'paytirsak, boyagi yana o'sha boyagi formula uni yodlash kerak. A ning kvadrati ildizda 9, 3 ning kvadrati 9 bo'ladi. Keyingi ifodamizni minus keyingi ifodamizning kvadrati.
2ning kvadrati 4 ko'paytiruv belgisi 2 da ildizning kvadrati ildizda 2ning kvadrati 2 bo'ladi. Shunda 4 ko'paytirilgan 2 taqsim. Bu narsamiz, mana bu narsamiz ifodamiz mana bu 8 bo'ladi. 9 dan 8 ayirsak 1 bo'lib ketadi. Qisqarib ketadi, polni qisqarib ketadi. Keyin ildiz 3 plus 2 ildiz 2 plus 3 minus ildiz 2 ildiz 2. Mana. Bizda bunaqa javob yo'q-a? Yo'q. Mana bu ifodamiz, mana bu ko'k bilan belgilay. Mana bu ifodamiz yana mana bu narsani berib qoldi. Mana bu xuddi shu narsani berib qoldi. Yana xuddi o'shanday usulda yechamiz. Mana katta ildizda 3 plus 2 ildizda 2 qaus yopamiz, ildiz yopamiz. 3 minus 2 ildizda 2 tenglik A deb olamiz. Shunda kvadrat ko'tarsak, yana o'shalar mana bular qisqarib ketadi. Tushunarli bo'lgandir endi. Mana bular qisqarib ketadi. Mayli yozay. 3 plus 2 ildizda 2 plus ikkilangani mana shu A bilan B sonimizning ikkilangani va ikkalasining ko'paytmasi AB. Bizda AB katta ildizga uzaman, bitta ildizga 3 ning kvadrati 9, boyagi formula bo'yicha 9. Mana bu narsaning kvadrati 8 dedik. Mayli yozib ketar ekanman. Ba'zilarga tushunarsiz bo'lishi mumkin. O'rgansin. Shunda 3 minus 2 ildizda 2. Buni oxirgacha ildiz yozaman. Keyingisini ildizsizi yana 3 minus 2 ildizda 2 tenglik A. Endi bizda yana o'sha holat, bular qisqarib ketadi. Bizda bu ikkita ifoda qo'shiladi. Qo'shilsa 6 plus boyagi formula A plus B A minus B. A ning o'rniga 3 kelyapti. 3 ning kvadrati 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati 9 bo'ladi. 9 minus birinchi ifodamiz mana bu 2 ildiz 2 ni kvadratini ba'zilar hisoblanmaydi. Oson usuli 2 ning kvadrati bizda 4 ko'paytirilgan ildizda 2 ning kvadrati 2 tenglik A kvadrat. Bizda bu ifoda 1 deb beryapti. Bir kara har qanday son o'sha sonning o'zi bo'ladi. 8 yozay, shaqacha yozdim endi. Plus 2 tenglik A kvadrat. Qo'shsak 8 tenglik A kvadrat. Bizda A ni topadigan bo'lsak, ildizda 8 tenglik A, ildizda A dan A chiqadi. Mana bu 8imiz 2 kara 4 degani 4 ildizdan chiqsa 2 ildiz osti 2 tenglik A bo'lar ekan. Mana bu bizda yechim. Mana de javob. Keyingisi bizda 5 tali misolimizda eng premium misol shu.
bizda 5 talik misolimizda eng primi misol shu. Endi biz mana bu ifodamizni yana xuddi o'zi hol yozaveramiz. 8 taqsim shu ko'k bilan yozmay. Qora bilan yozaman. Tenglik ildizda 8 katta ildizda 3 plus ildizda 5 plus endi qarang. Bizda mana bu 6, mana bu 18, 6 kira 3, bu 6 kira 1. Ikkalasida ham 6 bor. 6 ni olib chiqsak, bizda nima qoladi? Ildizda 6 ni olib chiqsak, ko'paytirilgan katta ildizda 3 plus minusmi plusmi? Plus ildizda 5 qolar ekan. Mana bu ildizli sonimizda mana ichkariga ko'paytirayotgan paytimiz, mana ildizlar bitta bo'ladi. 6 kira 3 18, 6 kira ildizda 5imiz 6 ildizda 5 deb beradi. Mana bu ifodamizni bu ko'rinishda yozib oldim. Endi taqsim ildizda 3 tenglik bizda ildizda 3 bilan ildizda 6 qisqaradi, ildizda 2 qoladi. Ildizda 2 qolyapti. Mana bu 8 imiz 2 ildizda 2 ildizda 2 tenglik katta ildizda 3 plus ildizda ustida 5. Endi plus ildizda 2 ko'paytirilgan katta ildizda 3 nimadir bo'lyapti. 3 plus ildizda 5. Endi biz mana birinchi ifodani soddalashtiramiz. Mana bu narsani qizil bilan belgilab qo'y. Mana narsani 1 deb belgilaymiz. 1. Mana narsa 2. Birinchi ifodani soddalashtiramiz. Ya'ni mahrajda irratsionallikdan qutqaramiz. 1 yozib olamiz. 2 ildizda 2 taqsim ildizda 3 plus ildizda 5 tenglik mahrajda irratsionallikdan qutqarsak 2 ildizda 2 ko'paytirilgan mana shu narsani minusligini surat bilan mahrajga ko'paytiramiz. Mana 3 katta ildizda 3 minus ildizda 5 ni surat bilan mahrajiga ko'paytiramiz. Shunda katta ildizda 3 minus ildizda 5 ildizda 5 taqsim mana bu narsani katta ildizga solamiz. Shunda boyagi formula a plus b a minus b bo'lyapti. Buni mahrajiga ko'paytirdik, o'shaning uchun 9 minus 5 bo'ladi bizda. Tushunarlimi? Yana shu birdan yozib ketaveraman-da. Yozaman. Bittalar. Bitta katta ildizga yozaman. 3 plus ildizda 5 ildizda 5 ko'paytirilgan 3 minus ildizda 5. Shunda
Shunda 2 ildizda 2 ko'paytirilgan katta ildizda 3 minus ildizda 5. Mana bu narsani aytdim. A plus B A minus B. A ning kvadrati katta ildiz o'zyapman. A ning kvadrati bizda A 3 ga teng edi. 3 ning kvadrati 9 minus 5 ning kvadrati. Mana bu kvadrat bo'lsa, kvadrat bilan mana bu ildizimiz qisqaradi-da, 5 qoladi. Shunda mana bu 9 va 5 imiz ayrilib ildizda ayrılsa 4 bo'ladi. 4 bo'ladi. Ildizda 4 ifodamizdan 2 chiqadi. Birdaniga mana o'chirib 2 yozib ketaman. 2 yozib ketaman. Bu yerda bizda mana bu to'liq soddalashgan holat. Mana bu shart emas. Endi mana bu bilan birgalikda qilib yozib olaman. 2 ildizda 2 qora bilan yozib turibdi. Nima ko'k qilib ketdi. 2 ildizda 2 ko'paytirilgan katta ildizda 3 minus ildizda 5 taqsim 2 qo'shilgan. Mana bu ifodamiz. Bu ifodamiz ildizda 2 ko'paytirilgan ildizda 2 ko'paytirilgan katta ildizda 3 plus ildizda 5 ga teng ekan. Endi mana bu ikkalasiga maxraj beraman. Mana bunga maxraj bersam 2 beraman. Endi bitta ildizga yozib olaman. 2 ildizda 2 ko'paytirilgan ildizda 3 minus ildizda 5 plus 2 ildizda 2 plus katta ildizda 3 plus ildizda 5. Shuni taqsim 2 deb deymiz va mana bu aralashib ketmasin, chizib qo'yay. Desam, endi qarasak mana bularda orasida ko'paytiruv belgisi bor. Bularda yo'q. O'shaning uchun men mana bu narsadan ildizda 2 ni olib chiqmoqchiman. Nima qilaman? Mana bu ko'paytiruv ekan-ku. Mana ko'paytiruv ekan. Endi ancha oson bo'ldi. Mana ildizda 2 ni olib chiqaman ikkalasidan. 2 ildizda 2 ni olib chiqsam, katta ildizda 3 minus ildizda 5 qoladi. Ko'paytirilgan ildizda 3 plus ildizda 5 qoladi. Mana bu ikkalasidan buni olib chiqqandan keyin bular yo'q endi. Mana bu o'zi yoziladi. Orasida plus bo'lgani uchun orasida plus ekan. Taqsim 2 tenglik 2 bilan 2 qisqaradi. Ildizda 2 miz qoldi. Biz boyagi usulda aytdik, mana buni ishlanish usulini. Endi bu usulni qayta ishlayverganingizdan keyin bu narsa yodam bo'lib ketadi. O'shaning uchun buni qiymatini hozir men kallada hisoblasam, mana bu 6 bo'ladi. 6 plusda mana bu narsa ildizda 10 ga teng bo'lar ekan. Mana shu katta ifodamiz ildizda 10 ga teng bo'lar ekan.
ishlayverganingizdan keyin bu yod bo'lib ketadi, bu odatiy holat deb qoladi. O'shaning uchun ko'proq testlarda qatnashing, bilmingizni oshiring. 2 ildizda 5 bo'ladi. Birdan yozib ketmay shu. Mana narsa 20miz. 20miz 4 kara 5 bo'lgani uchun mana 4imiz 2 kara 2 degan ildizdan 2 bo'lib chiqadi. Mana bunday bo'lsa 2 ildizda 5. Mana bu bizda yechim. Shunaqa javob bormi? Mana A javob degan. Bizda testimiz qolmadi. Bizni Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Matematika Prime. Hammaga rahmat.